Маусым күні Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы Жайсан шекара бекетінде автокөліктердің көп тұрып қалуына байланысты Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті және 2982 әскери бөліммен 11 адам 4 техника бөлініп, жолаушылар ыстық тамақ және шаймен қамтамасыз етілді. Ассаламу алейкум, здравствуйте, я гражданин Таджикистана. Стою на границе в очередь, там несколько километров машина стоит. Хорошо, что вот ребята с Казахстана, там МЧС Казахстан приехали, помогают там люди бесплатно, там чай куда-то едят горячий. А самого здесь ребенка, там сколько ребенка там очередь стоит, даже не могу считаться. Спасибо ребята с Казахстана, МЧС и глава государства, спасибо, что вот такое организовал и людям помогает. Мы 2 часа стоим в пробке с 2 детьми, одной 7, другой 13. МЧС вот горячее питание организовали. Вот, в общем, приятный момент. Спасибо МЧС. Kilometrlab tirbandlik chegarada Qozog'iston bilan Rossiyada. RUID orqali registratsiya qilib QR kod olib keladiganlar sinilsa o'sha tayyor bo'lgan bo'ladi 3 sutkada. Plus Rossiyaga kirishga deportiz bormi yo'qmi shu narsani ham o'sha bepul tekshirish imkoniyati bo'ladi. Bir chegaralarda majburiy emas, bu QR kod ixtiyoriy qilib qo'yilgan. Bu QR kod ya'ni Gosuslugi RUID ilovasi orqali olish kerak bo'ladi. Bu narsani plus tarafi bor, ixtiyoriy bo'lgani bilan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hormanglar, anchadan beri video qilmagandik va bugun bir amallab vaqt topib sizlar bilan bir bo'lishmoqchi bo'ldik. Yangiliklardan, xabarlardan nima gap bo'lyapti, nima o'zgarishlar chegarada va boshqa narsalar. Birinchi o'rinda mana 1-iyul bugun ko'pchilikda sim kartalari o'chdi. Juda ham ko'pchilik o'sha bir-biriga bog'lanmayotgan bo'lsa kerak. Demak, o'sha infeksiya orqali sinil olib, keyin infeksiyaga borib, bankka borib, biometriya topshirib, keyin operatorga tasdiqlattirish kerakligini eslatib o'tamiz. Kechki masala ham agar mana shu ishni qilmagan bo'lsangiz 3 oydan keyin bu sim kartangiz kuyadi va bu nomerni qayta tiklay olmaysiz. Shuning uchun kim qilmagan bo'lsa qilinglar. Keyin chegara masalasiga keladigan bo'lsak, 1-iyuldan o'sha chegara qanaqa bo'lyapti deganlar. Mana bu yoqda Mashtakova taraflarda, Azinki taraflarda очередlar juda ham katta bo'lib ketgan deyishdi. Bugun Qozog'iston tarafidan mana bunaqa videolar qo'yildi. MCS borib ovqatlar yetkazib berdi, issiq ovqatlar. Chunki u yerda tirbandlik kilometrlar bo'lib ketgan. Mana shunaqa jarayon bo'lyapti. Qozog'iston hukumatı o'zini shu gumanitar yordam degandek ovqat yetkazib odamlarga qanaqadir ruhiyatiga ta'sir qiladi, endi odam yordam beryapti. Bundan minnatdorchilik bildiryapti va ko'pchilik Astraxanda bizada Qarovzikda hali u narsa yo'q. QR kod so'ramay turibdi. Bugun xudo xolasa o'zim ham boraman chegaraga. Shu narsani tasdig'ini olib, o'zim sizlarga yana yetkazib o'taman. Demak, shunaqa gaplar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Samit dolzarb narsalarni men sizlarga aytaman. Chunki ba'zi bir chegaralarda majburiy emas, bu QR kod ixtiyoriy qilib qo'yilgan. Bu QR kod ya'ni Gosuslugi RUID ilovasi orqali olish kerak bo'ladi. Bu narsani plus tarafi bor, ixtiyoriy bo'lgani bilan majburiy bo'lmasa ham. Rossiyaga kirib kelayotganingizda mana sim kart olishingiz uchun o'sha sinil olishingiz kerak. Sinil 3 kun davomida обработка bo'lishi kerak. Keyin infeksiyaga borib tasdiqlatasiz. Astak kirib ko'rsangiz, даже bu narsani agar Sberbank kartangiz bo'lsa shart emas. Infeksiyaga bormasdan turib ham telefondan bitirsa bo'ladi. Faqatgina bankka borasiz, operatorga borasiz. O'sha RUID orqali registratsiya qilib QR kod olib keladiganlar sinilsa o'sha tayyor bo'lgan bo'ladi 3 sutkada. Plus Rossiyaga kirishga deportiz bormi yo'qmi shu narsani ham o'sha bepul tekshirish imkoniyati bo'ladi. Oldinlar 1,5-2 ming rubl berib chek tashab, pasport tashab, keyin tekshirtirib kutilardi. Endi shu narsani bemalol imkoni bo'ladi. Shu besplatda hamma narsa. Rossiyaga kirishga taqiq bormi yo'qmi shu narsani bilishingiz mumkin. QR kod olish orqali. Va keyingi yangiliklarni keyingi videolarda aytib o'taman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Muhimi har doim ham har kun ham chiqavermaymiz. Endi populyarni unchalik vaqt bo'lmayapti. Ko'proq vaqt rulda yurimiz, chegaraga borki shunaqa voqealar bilan. Shuning uchun imkon boricha o'sha dolzarb bo'lib, maksimal shunaqa qilib kelgan paytlarda vaqt topib sizlar bilan mana shunaqa yangiliklarni yetkazishga harakat qilamiz do'stlar. Hammaga omad, ishlaringizga hujjatlarni to'g'rilab, dokumentalni qilib yuringlar.
chegaralar hozir hammasi ochirin, tirband, issiq, suvlarni zapas qilib, sharoitlarni ko'rib kelinglar. Davleniyasi borlar, sahri borlar va boshqa sog'lig'ida mazasi yo'qlar. Poyezdda, samolyotda kelgani ma'qul uchishi, yosh bolalar ayniqsa. İşte chegarada quruq o'tirasizda, orqaga ham oldinga ham yo'loq qilib, qiynalib, ochrit ustiga urushib, talashib, shunaqa gaplar. Xullas, yaxshi emas vaziyat. Qonunlar borgan sari kuchayib, murakkablashib, qiyinlashib boryapti. Shuni munosabatga olib, shunga qarab yo'lga chiqqan yaxshi. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda, yaxshi videolarda, yaxshi yangiliklar bilan, kerakli ma'lumotlar bilan, informatsiyalar bilan, xudo xolasa yana videolarda chiqamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar.